Assalomu alaykum avtokomfort kuzatuvchilari. Navbatdagi mashinamiz Nexus avtomashinasi bo'ladi. Ishlab chiqarilgan yili 2019-yil. Bosib o'tgan masofasi 39 ming bo'ladi. Mashinamizning mana ichki salon holati yaxshi holatda haydalgan mashinamiz. Probeglari ham halol. Mashinamizda benzinda yurgan, hali gaz qo'yilmagan mashinamizga. Video registratori bor hozirgi kunda. Bu avtomashinamizda avtokreditga boshlanish to'lov 1400 bilan oylik to'lov 3670 ming so'mdan tushadi. Kimga ushbu avtomashinamiz qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz ko'rsatilgan. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bundan tashqari bizda avtomobil sotib olish, sotish xizmatlari ham mavjud. Agar o'zingiz bozordanmi, qayerdan avtomashina ko'rib ma'qul bo'ladigan bo'lsa, avtokredit qilib berish xizmatimiz ham mavjud. Pulini notariusda mashina egasiga naqd sanab beramiz. Siz mashinani zavodga qo'yib, bankda kredit chiqib, o'z mashinangizga ega bo'lishingiz mumkin.